Assalomu alaykum PC Store obunachilari. Kirib kelayotgan hayit ayyomingizni hammaga muborak bo'lsin. PC Store sizlar uchun skidkalar e'lon qilgan o'rtoqlar assortiment yig'ib qo'yganmiz. PlayStation 4 Pro ichida top o'yinlari bilan sizlar uchun atigi $270 qilib beradi. Yaqiningizga, tanishingizga nima sovg'a qilishni bilmayapsizlarmi o'rtoqlar? Ko'rayotgan bo'lsanglar, ideal bo'lgan PlayStationlarimizni taxlab qo'yganmiz. PlayStation Slim 1 terabaytligini sizlar uchun atigi $250 qilib beramiz. PlayStation o'sha legendarniy bo'lgan PlayStation 3. O'rtoqlar, holat ko'rasizlar, ideal. Buni pamyat katta bo'ladi, ichi to'la o'yin. Buni sizlar uchun $160 qilib beramiz. PlayStation 3 Slim modelini. Buni ham ichi to'la o'yin bo'ladi. Buni ham sizlar uchun $160 qilib beramiz. Xo'p o'rtoqlar, ko'pchilik bizdan PlayStation'ni 5 Slim modelini buvisini so'rayotdi. Olib qo'yganmiz. Buni narxini ichida eng qimmat o'yinlari bilan vaqtida 490 dan oshiq sotilgan PlayStation'imizni sizlar uchun $450 qilib beramiz. Pashti yengida 10 kun ishlatilgan PlayStation bu. Bemalol PC Store'ga kelasizlar, olib ketaverasizlar. Xo'p, PlayStation 3'larimizni korobkalari bilan qilib beramiz. Korobkamizni qo'shimcha $5 qo'ysanglar, sovg'aga, sovg'a uchun bemalol olib ketsanglar bo'ladi. PC Store har doimgidek kelaverasizlar.